Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Qazo namozi qachon o'qiladi? Namozdan oldinmi, keyinmi? Shu qazo namozi haqida to'liq ma'lumot bersangiz deb savol beribdilar. Aslida qazo namozi haqida ustozlar, imom domlalarimiz juda ham ko'p marotaba gapirib, tushuntirib o'tib bo'lishdi. Xalqimizda qazo namoz haqida, qazo namozni qanday o'qilishi haqida, qazo namoz o'zi nima u degan umumiy kayfiyat, umumiy ma'lumot paydo bo'ldi desak to'g'ri bo'ladi. Ammo hali ham qazo namozni qanaqa o'qiladi, qazo namoz o'zi nima, uni tartibi qanaqa bo'ladi, buni bilmaydigan kishilar juda ham ko'pligi uchun bu haqda bir to'xtalib o'tishlikni lozim topdik. Avvalo Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga namozni o'z vaqtida farz bo'lganligini alohida oyat bilan buyurgan. Ya'ni namoz bizga kitaban mavqutan bo'lib, ya'ni vaqti belgilangan tarzda farz bo'lganligini Alloh taolo belgilab bergan. Namozni vaqti o'z vaqtida farz. Bomdod namozi masalan ertalab subhdan to kun chiqish davrigacha bomdod namozini vaqti. Qadim ulamolarimizda, ya'ni salaf ulamolarida payg'ambar alayhisolatu vassalom va ulardan keyingi davrdagi mo'min musulmonlarning hayotida qazo namoz degan tushuncha deyarli bo'lmagan. Odamlar bir vaqt namozni qazo qilishlikni o'lim bilan teng deb bilgan. Namoz shu darajada dinni, musulmon shaxsning hayotini asosini tashkil etgan. Musulmon odam namozini qazo qilmaydi. Ammo bir kishi bir muddat, bir davr namoz haqida ma'lumoti yo'q edi. Namozning farzligini tushunmadi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin endi u namozni boshladi-yu, o'tib ketgan qazo namozlarini ham o'qimoqchi. Ana shu odamlarga qazo namozi haqidagi ma'lumotni hozir aytib o'tamiz. Demak, bir odamda bir qancha muddatli qazo namozi bor. Shu qazo namozi bor kishi namozlarini qachon o'qish kerak? Payg'ambar alayhisolatu vassalom hadislarida 3 ta vaqtda namoz o'qishdan qattiq qaytarganlar. Kun chiqish arafasida, ya'ni ertalab bomdodda o'qidik, oftob chiqishdan bir necha daqiqa, 1 daqiqa, 2 daqiqa oldindan to kun chiqib ko'tarilguncha bo'lgan davr. Oftob tikkaga kelganda zavoldan oldingi qiyomda bo'lgan davri. Uchinchisi kun botish. Kun botay deb turgan payti, ya'ni botishga yaqinlashib turgan bir paytdagi holatda mana shu 3 ta vaqtda namoz o'qishdan qaytarganlar. Musulmon shaxs mana shu 3 ta vaqtdan boshqa hamma vaqtda qazo namozini o'qiyveradi. Demak, ertalab quyosh chiqish payti, quyosh tikkaga kelganda kunduzgi choshgoh paytidagi, ya'ni qiyom payti va kechki paytdagi quyosh botish paytida mana shu 3 ta vaqtda qazo namozi o'qish mumkin emas. Boshqa hamma vaqtda qazo namozini o'qisa bo'ladi. Demak, bir odam ertalab bomdod namozini masjidda namozini o'qib bo'ldi. Hali kun chiqishiga ancha vaqt bor, 40 minut bor, yarim soat bor, 1 soat bor. U odamga o'sha kun chiqishidan oldingi vaqtgacha bo'lgan davrda qazo namozini o'qisa bo'ladi. Ikkinchisi, bir odamni masalan asr namozini o'qidi. Asr namozini o'qigandan keyin to kun botguncha bo'lgan davr, anchagina vaqt bor. Ana o'sha qazo namozi bor odam namoz o'qigisi kelsa, asr namozidan keyin ham qazo namozini o'qiyveradi. Ana shu narsaga e'tibor berish kerak. Endi qazo namoz o'qishda tartib muhim. Ya'ni ertalab bomdodda birinchi o'qiydi, 2 rakat farzini, peshinni 4 rakat farzini o'qiydi, asrni 4 rakat farzini o'qiydi, keyin shomni 3 rakat farzini o'qiydi, undan keyin xuftonni 4 rakat farzini va oxirida 3 rakat vitrni qazosini o'qib qo'ysa, inshaalloh bir kunlik qazo bo'lgan namozlarning qazosini o'qigan bo'ladi. Mana shu yo'sinda bir odamda uzoq muddatli qazosi bo'lsa, 1 kun kamaytirib, 2 kunligini kamaytirib, bir necha muddatligini kamaytirib, oxir oqibatda qazo namozlarini tugatib olishligi kerak. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tish kerak. Ayrim kishilar, men bularni ahli ilm deb atamayman, sababi bular chalg'ituvchi kishilar, qazo namozni musulmon odamga o'qishlik lozim emas deb aytadi. Unday emas, ya'ni qazo namoz har qanaqa holatda musulmonning zimmasida turadi. Musulmonmidi, musulmon bo'lib tug'ilganmi, endi u namozni boshlagan davridan oldingi davrdagi qazoni albatta o'qish kerak. O'qimasa zimmasida Allohning huzurida qoladi. Uni qabul qilish, qabul qilmaslik
gunohini kechirmaslik Allohning huzurida Allohga havola. Ammo muhim bir narsa bor. U ham bo'lsa, namozni qazo qilib Allohning huzuriga borgan odamning ahvoli yengil emas. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. Demak, qazo namozi haqidagi umumiy ma'lumotimiz mana shulardan iborat.